Akajonim meni erkalashga ham, meni qolim esa uning asbobida edi. Ushbu hodisa ota-onamiz mehmonga ketgan kuni yuz berdi. Men uyda akam bilan qolganda, men bitta mayka va kalta shortikda yurardim. Ha, men akam oldida shunday yurardim. Aniqroq qilib aytsam, onam, otam bilan ajrashgandan keyin haligi joyi qichib bermagan odami qolmadi. Menimcha shu, qo'shnini kuchugidan boshqa hammaga berdi. Keyin onam bir erkakka turmushga chiqdi. U erkak ogli bilan biznikiga qochib kelishdi. Uni ohli juda kelishgan yigit edi. Ota-onam biron joyga ketdi degandan men yengil kiyinib chiqardim. Bir kuni yana yolg'iz qoldik. Ota-onam mehmonga ketishgandi. Men ichi ko'rinadigan mayka kiydim va kalta shortida uning xonasiga kirdim. Men kirganimda u kiyimsiz yotardi. Men uni yoniga borib asbobini ushladim. U menga faqat kulib qarardi. Men mazza qilib sordim. O'gay akam esa meni erkalar, sochlarimdan silardi. Va o'sha kuni u meni har xil uslubda qildi. Bu haqiqiy mazza edi. Hayolimga ham keltirmaganman.